Surxondaryo azaldan iste'dodlar yurti bo'lib kelgan. Bu zamin o'zbek adabiyotiga ko'plab mashhur yozuvchi va shoirlarni bergan. Tog'aymurod Surxondaryo viloyatining Denov tumanida tavallud topgan. U o'zbek adabiyotining xalq sevgan yozuvchilaridan biridir. Yozuvchining Ot kishnagan oqshom, Oydinda yurgan odamlar va Yulduzlar mangu yonadi kabi asarlari kitobxonlar qalbidan chuqur o'rin egallagan. Tog'aymurod asarlarida qishloq odamlari, milliy qadriyatlar va insoniy tuyg'ular samimiy tasvirlangan. Shukur Xolmirzayev Boysun zaminida tavallud topgan va o'zbek hikoyachiligining yirik namoyandalaridan biri sifatida tanilgan. Yozuvchining ko'plab asarlarida Boysunning betakror tabiati va voha odamlari hayoti aks etgan. Uning hikoya va qissalari o'zining hayotiyligi, samimiyligi va chuqur ma'nosi bilan qadrlanadi. Tog'aymurod va Shukur Xolmirzayev Surxondaryo adabiy muhitining yorqin vakillari bo'lib, ularning boy merosi bugun ham kitobxonlarni ezgulikka va tafakkurga chorlab kelmoqda. Adabiyot xalq ma'naviyatining ko'zgusidir. Shuning uchun sizlarni mutolaaga chorlaymiz.